his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the post bags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red band. All his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure. There'll be knock, ring, parcels to your door. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Quvnoq Bachtalyon, shamol mashinasi. Pat, yangi ichimligimni tatib ko'r. Bu karam va olxo'ra sharbati. Karam? Karamdan kamdan-kam hollarda sharbat tayyorlashadi, shundaymi? Ha, Maxsus eltish xizmati Pat eshitadi. Xayrli tong, Pat. Sizga juda qiziq maxsus jo'natmam bor. Bu yerga tezroq kela olasizmi? Iltimos. Albatta, hoziroq yo'lga tushaman. Yura qol, Jess. Ketdik. Xayr, Michael. ko'rishguncha Pat. Mana bunisi juda ham mazali. Maxsus jo'natmani eltish kerak. Bu safar nima ekan, Jess? Special delivery service is on its way. Special delivery service. What's it going to be today? Mana u. Nima u? Bu shamol generatori. Buni Ted o'ylab topdi. U bu uskunani tegirmoniga quvvat berish uchun ishlatmoqchi. Buni suv bilan amalga oshiriladi deb o'ylovdim. Ha, to'g'ri. Ammo Ted hammasini 2 barobar tezlashtirmoqchi. Yuring, sizga o'zim ko'rsataman. Shamol esganda parraklar aylanadi va elektr tokini hosil qiladi. Voy, zo'r-ku. Loren bugun uni qanday ishlashini bolalarga birinchi marta ko'rsatmoqchi. Tushunarli. Demak, kech qolmaslik kerak. Biz generatorni vertolyot yordamida ko'tarishimiz mumkin. Shunda ishimiz tez bitadi. Vertolyotda shamol tufayli qiynalamiz. Keling tekshirib ko'ramiz. Menimcha baribir yuk mashinasida olib boramiz. Yaxshi fikr. Salom bolalar. Salom, Ted. Xayrli tong, Ted. Bizni taklif qilganing uchun rahmat. Bolalar shamol generatorini ko'rishga juda oshiqishyapti. Uni olib kelishmadimi? Hali olib kelishmadi. Biroq dadang shu ish bilan shug'ullanyapti. Tezda kelib qolishadi. Bularni erishga kim yordamlashadi? Men. Tedning generatori xuddi mana shu shamol tegirmonlari kabi aylanadi. Qoyil. Mana buni qarang. Voy. Shoshma. Qayoqqa? Biroz chaproq. Mana shunday. Yuravering. Ana shunday. Hammasi tayyor. Rahmat, Ben. Ketdik, Jess. Olg'a.
Pet generatorni olib kelganidan so'ng men uni yonida turaman. Ana u yerda. Agar shamol tegirmoni bo'lganimda, mana bunday qilardim. Voy. Yaxshi ham unday emas ekan. Xullas, shamol eskanda parraklar tez aylanadi. Shu yo'l orqali elektr toki hosil bo'ladi. Elektr toki yordamida ishlaydigan buyumlar haqida o'ylab ko'ring-chi. Televizor, DVD playerlari, Xolodilniklar, chiroqlar, bananlar. Nima? Ozgina qoluvdi-ya, Jess. Ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi. Yo'q. Unday qilmang. Qog'ozlar uchib kelaveradigan bo'lsa, juda qiynalamiz. Kel, yaxshisi Michaelga yig'ishtirishga yordamlashamiz. Iltimos, to'xtang. Ana tutdim. Ustiga sakraysiz. Barakalla, Jess. Rahmat. Hammasini oldim. Rahmat, Pet. Arzimaydi, Michael. Yura qol, Jess. Tedga maxsus jo'natmani shamol kuchaymasidan eltishimiz kerak. Sara, bunga qara. Shamol haligisi bilan Pet tezroq kelsa edi. Ha, qani edi? Uzoq vaqt o'tib ketdi-ku. Voy, bu nima edi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu men emas, rost, men qilmadim. Tegirmon to'xtab qolgan bo'lsa kerak. Tiqilib qopti. Suv tegirmonisiz elektr toki ham yo'q. Endi nima bo'ladi? Tashlamang. Ted nima qilishni biladi. To'g'rimi, Ted? Agar Pet generatorni tezroq olib kelsa, uni tezroq ishlatib, tok hosil qilar edik. Tezroq kela qoling, dada. Maxsus eltish xizmati Pet eshitadi. Pet, favqulodda holat yuz berdi. Suv tegirmonida elektr toki uzilib qoldi. Tedga generator tezroq kerak. Tezroq. Yo'lda biroz qiyinchiliklarga duch keldik, ammo manzilga ancha yaqinlashib qoldik. Meni eshityapsanmi? Pet, nima bo'ldi? Nega to'xtadingiz? Tuzukmisiz? Yaxshimiz. Ammo yo'l to'silib qoldi. Tedni oldiga borish uchun boshqa yo'nalishni ayta olasanmi? Xo'p, hozir. Topdim. Demak, eshiting. Yana bir yagona yo'l chap tomondagi so'qmoq. U yerdan o'tish uchun bizda ruxsat bor. Juda soz. Rahmat, Ben. Yo'lga tushyapmiz. Yaxshilab o'rnashib ol, Jess. Biroz chayqatadi. Tedni oldiga tezroq borishimiz kerak. Qo'rqmang, bolalar, sira qo'rqmang. Bu faqatgina favqulodda holat. Charli, tuzukmisan? Ha, bu faqat kuchli shamol xolos. Atiga shu. Men qo'rqmayapman. Charli bu yerda yo'q. Charli, quloq sol. Shamol generatorini aylantirish uchun nima yordam beradi? Shamol. Qanday qilib? Shamol parraklarni aylantirib elektr toki hosil qiladi. Ha, tushundim. Endi o'zingni yaxshi his qilyapsanmi? ha. Rahmat. Arzimaydi. Qara. Voy, zo'r. Rozi? Qiziq, u nima qilyapti? Yura qol, Rozi. Uyga bor. Bora qol.
Rahmat, Pet. Uni hamma yoqdan qidirdim o'zi ham. Oh, shamol juda kuchli. Kel, yordamlashib yuboraman. Yo'q. Yuk mashinasi. Yo'q. Juda afsusdaman. Endi nima qilasan? Bilmadim. Biror yo'li bo'lishi kerak. Shoshmang, hozir. Uyga ketgim kelyapti. Dadam hozir kelib qoladilar. To'g'ri, Julian. Biroq kelmay qolsa-chi? Xavotir olma, unday bo'lmaydi. To'g'rimi, Ted? Albatta. Qaraychi, kelayotganmikan? Ish qotib qolibdi. Endi qanday chiqamiz? Shamol generatorini Tedga eltishning yo'lini topishim kerak. Quvvat o'chgan. Bolalar ham o'sha yerda. Kelib bugun olib bora olmasang juda chakki ish bo'ladi-da. Bugun shamol tez esyapti. Voy-ey. Albatta. Alf, sen dahosan. Tushunmadim, buni qanday ishlatmoqchisan? Shamol generatorini ulayman. So'ng shamol esgan zahoti parraklar aylanib mashinani oldinga itaradi. Xuddi kemaga o'xshab. Senga aytishim bilan cho'pni sug'urasan, xo'pmi? Xo'p. Bo'ldi, Alf. Ajoyib. Mashina quvvatlandi. Ish berdi, Pet. Ishlayapti. Rahmat, Alf. Bora qol, Pet. Ben maxsus eltish xizmati yana aloqada. Barakalla, Pet. Ajoyib yangilik. Biroz qo'rqinchli. Laren xonim, tashqarida arvohlar bormi? Yo'q, Bill. Hech qanday arvohlar yo'q. Nima u? Shu qilishdim. Hammaga salom. Dada! Qoyil. Salom! Uddalading. Xo'sh, unday bo'lsa, boshladik. Yo'q. Shamol to'xtadi. Topdim. Kel unga puflaymiz. Biroz sabr qiling. U yana Ana ishladi, Ishladi. Voy, Qoyil. bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Qoyil. Ted, sen uddalading. Ha, ammo bu ishni Petsiz amalga oshira olmasdik. Qoyil, dada. Pet amakiga rahmat. maxsus etish xizmati. Topshiriq bajarildi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Special delivery service.